kaltakesakni bir urganda o'ldirishlik mustahab. Uni bitta sababi bor. İbrahim alayhissalatu vassalomni Namrud degan badbaxt zolim olovga tashaganida, haliga olovga kelib bu jonivor qattiqroq yonsin deb purkagan ekan. O'zi muncha bo'lsa u. Uni purkagani nima bo'ladi uni? Bu bir, ikkinchisini eshiting. Buni qarshisidagi tomonni eshiting. Qaldirg'ochga ozor berishlik makruh yoki o'ldirish makruh. O'sha gulxanga u jonivor olib kelib og'zida suv olib kelib tashamoqchi bo'lgan ekan qolgan hayvonlar. Qaldirg'och o'zi kichkina bo'lsang, bu gulxan katta bo'lsa, seni og'zingdagi suv nima berardi, nima foyda qilardi? Qaldirg'och aytayotgan emish. Birodarlar, o'zim ham bilaman, bu og'zimda olib kelayotgan suvning foydasi yo'qligini. Qiyomatda Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalomni tomonlarda turmoqchiman degan ekan. Shuning uchun kaltakesakni o'ldirishni joiz deb aytilgan.